Assalomu alaykum, qadrli o'rtoqlar, kuzatuvchilarimiz, obunachilar, o'quvchilar. Manaki bugun ikkinchi podkastimizni videoga olyapmiz. Xudo nasib qildi, alhamdulillah. Endi bu o'quvchimiz yaqinda natija chiqdi, A daraja chiqdi. 66,44 balli yozma ishi 100%, 75 balli daraja chiqdi. Men hamma o'quvchilarimga aytganman, A+ daraja natija qilsangiz, men sizlar bilan podkast uyushtiraman deb, ya'ni intervyu olaman. Chunki bu intervyumiz bizni kuzatib turgan obunachilarimiz o'zining tengdoshlariga to'g'ri, samarali foydalanish, o'sha to'g'ri o'qish, samarali o'qishni o'rgatadi. Xo'p, bugungi mehmon bilan tanishamiz o'rtoqlar. Feruz, o'zing shunday tanishtirsang, ya'ni necha yoshdan maktab borganmiz, maktabga qanday tayyorgarliklar bo'lgan, qachon o'quv markaziga keldik, shular haqida qisqacha kameraga qarab turib aytib bersang. Hop, ismim Feruz, yoshim 17, 2008-yil Qashqadaryo Qarshi shahrida tug'ilganman. Hop, 7 yoshda maktabga chiqqanman. 10-sinfimga 1-apreldan shu yoshlik o'quv markaziga kelishni boshlandi. Yaxshi. Maktabdagi fanlardan qanday bo'lgan o'qish? Maktabga hamma fanni 5 ga olganmiz. Yaxshi o'qilgan, ha? Qara, senga gapirgan vaqtim menga qarab turasan. Keyin gapirayotgan vaqting kameraga qarab gapirasan. Xo'p, yaxshi. Feruz, qancha vaqtga tayyorgarlik ko'rding? Bu natijaga erishding? Shu 1,5 yildan sal oshdi. 1,5 yildan sal oshdi. Demak, o'quv markaziga kelganiga 1,5 yil bo'lgan ekan. 1,5 yilda o'sha biologiya fanimizdan A darajani qo'lga kiritdi. Endi mana shu 1,5 yil davomida qanday tayyorgarlik bo'ldi? Mana shunga qiziq obunachilarimizga qanday tayyorgarlik ko'rgan bu o'quvchimiz, qanday qilib 1,5 yilda mana A darajani qo'lga kiritdi, qanday o'qigan ekan, qanaqa o'qisak samarali bo'ladi degan savollar mana shu kuzatuvchilarimizni, o'quvchilarni, yangi boshlaganlarni qiziqtiradi. Shunga bir batafsil javob bersak. Hop, asosiy kecha uxlashga harakat qilardim, ko'proq dars qilib, keyin kitobda ustoz aytgan joylarni vaqti-vaqtiga qilib to'g'ri qilganman. Keyin bu yoqqa kelib test, savol javobdan yaxshi mustahkam esimga qolgan. Ustozning testlari, savol javob qilganlari. Qara, uyqu vaqtini aytgin. Nechida uxlaychi eding, nechida uyg'onaychi eding? Mana shuni. Hop, 12-1 yaqin uxlaychi edim. Ertalab 7-8 mana shu atrofga turaychi edim. Demak, uyqu soatimiz o'rtoqlar 6-7 soat bo'lgan ekan, 6-7 soat uxlagan ekan. Imtihonimizda oz vaqt qolganda-chi, 1 oy qolganda imtihonda, 1 hafta qolganda, unda ham shunaqa bo'lgan. Karantin bo'lib, sal ertaroq turishga harakat qilaychi, kechroq uxlab. 5 soat, 6 soat, ha? Mana shu qiynaydi-da, ko'p o'quvchilarimiz necha soat uxlasam samarali bo'ladi, menga zarar qilmaydi, foydamga ishlaydi. O'rtoqlar, uyquni qancha kam bo'lsa, shuncha foydalaringizga ishlaydi o'rtoq. Mana shuni bilib qo'yinglar. O'zi organizm xohlasa, o'zi dars qilayotgan vaqtlaringiz uxlab qolasizlar, o'sha vaqtda uyg'onib darsni davom ettirib ketaverasizlar. Daj ko'p uyqu bizga foydamizga ishlamaydi. Mana ko'ryapsizlar, o'quvchilarimiz 6 soat, 7 soat, 5 soat ham uxlaydiganlar bor. Zo'r samara beradi. Uyquni mana shunday joylashtirsa bo'ladi. Dars soatichi necha soat shug'ullanarding? Bir kunda mana biologiya fani bilan bir kunda necha soat shug'ullanishga to'g'ri kelgan? Shu 10 soatga ham chiqqan ba'zi bir vaqtlar. Imtihonga yaqin kunlar 10 soatga chiqqan. Qolgan holatlarda o'rtacha 5 soatlik qilaychi edim. 5 soat, kunida 5 soat biologiya fani bilan shug'ullangan. Xo'p, yaxshi, Feruz, qara. Sani noyabr oyidagi sertifikating C daraja chiqqan. Noyabr oyida topshiruvdik. Dekabrda oxirida natijamiz chiqqan edi. Unda C darajani oxirrog'ida, C+ga yaqinroqda natija chiqqancha edi.
Keyin men aytdimki, tayyorgarlik ko'raylik. 17-yanvarda imtihonimiz bor. Yaxshiroq, yana ham qattiqroq tayyorgarlik ko'ramiz. Bir karantin rejimida zo'r, strashni qilib zo'r tayyorlayman. Kelinglar, ertalabdan kechgacha dars qilamiz. O'zimiz tartib qoidalar bor. Mana shu tartib qoida bo'yicha amal qilasizlar, yaxshigina dedi. 20 kun mana shuni shug'ullansanglar, rozi bo'lsanglar, men sizlarni tayyorlayman, natija qilamiz deb niyat qilgancha edik. Mana 20 kun tayyorgarlik ko'rishdida, 20 kunning ichida A darajaga olib chiqildi. Mana shu A darajaga 20 kun ichida mana chiqdinglar. O'zing mana ochiq oydin o'quvchilarga, shu kuzatuvchilarga aytki, qanaqa jarayon bo'ldi, shu 20 kunda sizlar mana shunday bir natija o'sishiga sabab bo'ldi. Shu ertalabdan kelajakda asosan shu kitoblarni o'qib, testlar ishlaychidikda. Avid qilishga ham shu kamroq vaqt ketsin deb shu ko'chadan perashka oddiy yalg'oncha qorinni to'qlaydigan narsa yeydik. Keyin yana dars qilaychdik to'xtatmasdan. Keyin shu soat 8 ga yaqin uyga qaytaychdik yana. Ya'ni buda mana ovqatlanishga juda kam vaqt ajratgan, ovqatlangan, tayyorgarlik ko'rgan, ya'ni ortiqcha narsa umuman ish qilishmagan ortiqcha. Faqat ovqatlanish, keyin o'qish, dars qilish, tayyorgarlik, boshqa. O'zim tartib qoidam bo'yicha, aytganim bo'yicha, men bularga o'sha aytganimizni 20 kun davomida telefon ishlatmaymiz, telefonni yig'ishtiramiz, olib qo'yamiz. Umuman televizor ko'rish yo'q, o'tirishlar yo'q, mehmondorchilik yo'q. Umuman mana shu narsalarni chetlab, faqatgina o'qiymiz, ovqatlanamiz, o'qiymiz, ozroq damni olamiz, o'qiymiz degan rejimda. Va bu yerda ertalabdan chaqirardim, ertalab kelishardi. Ertalabdan mana shu demak umuman boshqa ortiqcha narsalardan chetlangan holatda faqat o'qish, shug'ullanish, masala ishlash, milliy sertifikat testi ishlash, tahlili, boshqasi ortiqcha ish qilgani qo'ymaychidim. Kuzatib o'tirardik ertalabdan to kechgacha. Keyin bularga shunday qildikki, deyarli o'g'il bola bilan o'g'il bolani gaplashgani qo'ymasdan shug'ullantirdik-da. Keyin yana bir qo'shimcha o'zimizda testlar bo'ldi. O'zim testlarim, o'zimni masalalarimni ishlatib, tepasida nazoratga o'tirib, umuman ko'chirtirgani qo'ymay, o'zi ishlashi uchun tepasida individualni shug'ullandik. Mana 20 kun ichida ko'rib turibsizlar, shug'ullanganlarimiz bir sabab bo'libdi ekan. Cdan A darajagacha ko'tarildi va o'zi ham shu tartibimizga rozi bo'ldi, o'qidi, mana natijaga erishdi. Endi bu Feruz mana shu yangi o'qishni boshlagan, biologiyani endi o'qishni boshlagan, o'qimoqchi bo'lib turganlarga bir maslahat berishing kerak. Qanday o'qisa samarali bo'ladi yoki o'zing qayerlarda kamchiliklar qilgansan, xatoliklar qilgansan, keyin uni to'g'rilagansan, effekt bergan. O'zing qilgan kamchiliklarni bularga aytib qo'yginki, obunachilarimizga aytib qo'y, o'quvchilarga, ular takrorlamasin-da, sandan ham ertachiroq natijaga erishsin. Shu maqsadida o'zi podkast olyapmiz, suhbat qilyapmiz. Chunki o'zi qator tengdoshlar, o'zidan kichik yoshlar, niyat qilganlar, mana biologiya endi o'qishni boshlaganlar, sertifikat olmoqchi bo'lganlarga foydamiz tegsin degan maqsadda mana shunaqa podkast uyushtirayotgandik. Shu fikringni bir aytib o'tsang. Hop, masaladan kamchiligim yo'q-da. Asosiy men ko'p xato qilayotganim nazariyatdan yodlashimga sal qiyinchilik bo'lgan. Hop, kitobda yodlab olish kerak-da asosiy. Keyin asosan ko'proq dars qilishga urg'u qaratish kerak. Tushunib keyin tushuncha bo'lmasa, masala ham ishlab bo'lmaydi. Keyin asosiy o'ttizta olib chiqa olmaslik sababi ham tushunmasdan o'sha shug'ullanish bo'ladi. Keyin hozir endi kamera oldiga ishlashmagan o'quvchilar deyarli bu hayajon boshqasi fikrlarini namoyon qila olmayapti-da. Meni o'zimga aytdi, kameradan oldin mana shu video olishimizdan avval men gaplashib ko'rdim. Mana shunaqa holat ochiq oydin aytishimiz kerak deganimga, menga aytgan gaplarini hozir bu yerda ayta olmayapti. Hayajon bo'lyapti, bu tabiiy holat. Nasib bu birinchi podkasti,
birinchisi bo'ladi. Bundan keyin ham mana shunaqa podkastga qatnashib, yutuqlar bilan mana shunday podkast berishni, suhbat uyushtirishlar nasib qilsin. Tilakdoshimiz. Bu aytmoqchiki, xullas o'zim dars davomida o'quvchilarga bunaqasiga o'qi, mana bu ishni qilma, mana buning kamchilik bo'ladi, bu testni, bu ma'lumotni o'rgan, unisini o'rgan, xullas borki, bu o'quvchimiz aytganimni deyarli oqizmay, tomizmay 99% amal qilgan. Aytganini qilib o'qiydigan, xo'p deb o'qiydigan, har doim darsdagi to'liq qatnashgan deyarli. Endi kasal bo'lib qolmagan bo'lsa, qolgan vaqtda kelmaganda bir eslay olmayman, majburlab o'zim chaqirib, nima darsda kelmayapsan degan eslay olmayman. Xullas tartib qoidaga aytganlarimga zo'r amal qilganligi uchun ham Xudoyim buni Allohim buni siyladi. Mana A darajali sertifikat bilan o'rtoqlar. Mana shunaqa. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar qo'llaringizdan kelsa o'sha nima Qarshi shahrida, Qashqadaryoga yashasanglar, mana kelinglar, o'zim sizlarni noldan o'sha sertifikat darajasigacha tayyorlab beraman. 1 yil, o'rtacha 1 yil. Agar zo'r o'zlaringiz uverenni faqat shu biologiya o'qiyman, natija qilaman desanglar, kerak bo'lsa 6-8 oy atrofida ham bo'lib qolishi mumkin. Faqat o'zini o'qisanglar-da. Bular hozir ham kimyoda, ham biologiyani o'qidi, ham majburiylarni o'qishga harakat qilishdi. Mana shu sababli ham salgina 1,5 yil bo'lib ketdi. Shunisi ham zo'r natija, chunki o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, atrofdagi A daraja, A+ daraja olgan o'quvchilarni so'rasanglar, kamida 2 yil deyishadi. Manaki biz yangilik bo'lyapti 1,5 yilda. Yana bundan keyingi podkastimizda chiqadi, 1 yilda natija qilgan o'quvchimiz chiqadi. Uni ham ko'rasizlar. Nasib, agar mana shunday natijaga erishmoqchi bo'lsanglar, kelinglar, Yoshlik medskul o'quv markazida dars beraman o'zim. Asilbek Ro'yidinov, Asilbek biolog. Kelib so'rab, kelsanglar, murojaat qilsanglar, o'rtoqlar, men sizlarga yordam beraman. Mana shunaqa A darajani, A+ darajani 100% lik darajalarni qo'lga kiritishlaringizga o'zim ko'maklashaman. Yoki uzoq viloyatlardan bo'lsanglar, chekka hududlardan bo'lsanglar, kelishga imkoniyat bo'lmasa, Telegramdagi Asilbek biolog kanaliga o'tinglar, o'zimga yozinglar. O'zimning profilimga yozib, onlayn darslarim bor. Onlayn darslarda ham o'quvchilarimiz zo'r o'zlashtirishyapti. Noldan tayyorlov guruhim bor. Aynan sertifikatga 2 oy qolganda masala guruhi ham ochiladi. Mana shunaqa guruhlarga qatnashib ham natijalaringizni amalga oshirsanglar bo'ladi. Chunki onlayn bilan offlayn darsimni deyarli farqi yo'q, deyarli bir xil o'tishga harakat qilganman, bir xil bo'lyapti. Ko'ngli to'q o'quvchilarimizni qiziqqanlar bo'lsa, mana shunday Telegram kanaldan o'tib, o'zimni profilimga yozib, murojaat qilsanglar, sizlarga mos guruhlarni topib joylashtirib beraman o'rtoqlar. Bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar o'rtoqlar. Mana shunaqa foydali ta'limga taalluqli, ilmga taalluqli bo'lgan podkastlar uyushtirishda davom etaman. Qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar o'rtoqlar, opitsiyaniga donat qilmoqchi bo'lsanglar, mana shunday videolarimiz sifatini oshirishimizni xohlasanglar, yaxshiroq sifatli videolar olishimizni, ko'proq foydali kontent videolar chiqarishimizni xohlasanglar, qo'llab-quvvatlash uchun opitsiyaniga karta raqam qoldiraman. Yoki hozir mana videoda ham chiqadi. O'tib, o'zlaringiz ko'ngildan chiqarib donat qilishlaringiz mumkin. Ya'ni mana shu videolar rivojlanishiga sizlarga foydam tegayotgan bo'lsa, men bundan xursandman. Feruz, bu suhbatimizni admin qilmasdan, rad etmasdan rozi bo'lganing uchun senga ham kattakon rahmat. Keyingi ishlaringga omad tilayman. Muvaffaqiyat tilayman. Umuman to'xtama, o'qishni to'xtatma. Keyingi marralar, maqsadlarni oliy qo'yib, unga harakat qilishni davom etasan. Mana shunaqa bir tilakdoshimiz. O'rtoqlar, podkastimizni shu yerda yakunlaymiz. Hammalaringizga oxirigacha kuzatib turganlarga rahmat kattakon. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Alaykum assalom.